Sarguzasht sirlari DJ Piligrim Ilhom. İlk bor o'zbek tilida vlog. Kerakli ma'lumotlardan yana bittasi. Agar Yevropaga kelsanglar, harakat qilinglarki, mehmonxonada emas, apartament, kvartiralarda yashashga. Gaz plitasi bor, mikrovolnovkasi bor, kir mashinasi bor. Yashash uchun hamma sharoiti bor kvartiralar. Afzal tarafi o'zingizlarga o'zingizlar любой payt xohlagan ovqatinglarni qilishinglar mumkin. Chunki masalan ko'chada Yevropada normal ovqat yo'q. Hammasi dabdala. Chunki bular ovqat qilishni bilmaydi. Normal ovqati 20 yevrodan 100 yevrogacha bitta obetinglar. Faraz qilinglar bitta o'tirishinglarda $100 yo'q. O'shaning uchun meni tavsiyam magazinga borasizlar, $30 ga bosib olasizlar. Produktlarni 3-4 kunga yetadigan qilib. Farqi katta-ku. Hamda asosiy ma'lumot, yakshanba kuni magazinlar ishlamaydi. O'shaning uchun harakat qilinglarki, shanba, juma har doim eslab turinglar. Ertaga yakshanba magazinlar ishlamaydi. O'shaning uchun zakupni shanba yoki juma kunlari qilib qo'yinglar. DJ Pilgrims, Kordoba, Ispaniya qirolligini janubi. Kordoba masjidining minorasi 951-yilda Abdurahmon 3 paytida qurilgan edi. 107 zinadan iborat bo'lib, tepasiga ikkita odam bir-biriga xalaqit qilmasdan ikkita har xil yo'l bilan chiqsa bo'lardi. Tarixshunos Al-Idrisiy hamda Al-Maqqari yozuvlariga ko'ra, minora juda boy va unikal bezatilgan edi. Ana, tayyormisizlar? Tayyormiz desanglar. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ketdik. Para tomar fotos, lo que queramos. Pasado ese tiempo vamos a subir todos juntos a cuerpo de campana. Las campanas no se tocan, no se hacen. Cuando terminemos cuerpo de campana... Masshtab lekin dahshat. Voy. Ostepaga chiqarishar ekanmizni. Mashta tez foto bilan video qilib olinglar. Keyin ketamiz tepaga doğru. Hamma birga. (1593 yil, 1616 yil, 1064 yil hamda 1755 yillarda cherkov har xil ustalar bilan qo'shimcha qavatlarni qurgan va hozirgi kunda kolokolna Bell Tower vazifasini bajarib kelmoqda.
hamda eng cho'qqisiga chiqyapmiz. Xudoga shukr, mana nasib qildi bunaqa joylarda bo'lish. Hozir butun Kordoba shahrini birga ko'ramiz. Mana bu butun shahar. Hozir kamerani to'xtatmasdan hammasini olib beraman sizlarga. Nima deyapti bo'tlar? Akalar, opalar, arxitektura hamda tarix sevuvchilar. Omayo, daryo. Congratulations. Thank you. 40 years, yes, 40 años. Espero. ¿Y feliz? Muy felices, muy felices. Sí. Sin dormir. Hasta jueves no dormimos, que también el jueves es Yo'limizda Atletik Bilbao'ni bolельchilarni uchratdik. Ular 40 yil ichida birinchi marta Copa del Reyni olishdi. ¡Vamos! ¡Vamos! Tayyormisizlar? Qani ketdik. Oppa. Vuy. Buchi Kordoba. Yevropada eng katta masjid bo'lgan. Hamma qirollar Yevropada bu joy uchun kurashishgan. Bu esa ko'rayotganimiz bu butun Kordoba shahri. Hammasi juda go'zal, vobshe go'zal. Benihoyat go'zal. Kordoba shahri dunyoning eng qadim shaharlaridan biri. Shaharning tarixi 5000 yildan ortiq. Rim imperiya paytida Kordoba shahri katta strategik joy bo'lgan. 711-yilda musulmonlar qo'shini tomonidan bosib olingan va 756-yildan amirlik bo'lgan. 929-yildan Kordoba xalifatining poytaxti bo'lib, ilm-fan va san'at markaziga aylangan. Saroylar, masjidlar, karvonsaroylarga boy bo'lgan Kordoba o'sha payt aholisining soni 1 million tashkil qilardi. Yana bir bora assalomu alaykum. Shu bilan Kordoba shahridagi masjid bilan tanishib chiqdik. Xudo xolisa anons qilib bering. Biz albatta sizlar bilan yana Granada shahriga borib, Algambra degan joyni ko'ramiz. Bu yerda Nasriylar dinastiyasi Muhammad I zo'r joylar qoldirib ketgan. Haligacha ham u yoqqa kirish ham qiyin, bilet topish ham qiyin. Islom madaniyatidan qolgan meroslarni davom etamiz kuzatishni. Prinsip qilib balandroq qurib tashlashdi kanda ham mana ustidan. Xudoga shukr, turistlar yo'q paytida ertalabdan kelib hammasini ko'rib chiqdik. Hammasi bilan tanishib chiqdik, chunki qanchalik ko'p odam bo'lsa, shunchalik fikr buzilar ekan. Hech narsani ko'ra olmaysan, mazasiga tushuna olmaysan, chunki bular ajab shovqin hammasi. Hammasi, chunki bular ertalabdan kechgacha vinosini, musallasini ichishadi. Har doim katta bular. O'shaning uchun
Xudoga shukr, ertalab 8:30 da eng birinchi bo'lib kirdim. Turistsiz hamma narsalarni olib tashladim. Endi ozgina borib dam olib, sizlar bilan birga Kordoba shahrining yana bitta chiroyli joyiga boramiz. Agar kuchim bo'lsa, u Rim imperiyasidan qolgan birinchi ko'prik. U ko'prikni faraz qilinglar 2000 yil oldin qurishgan hamda u ko'prik 2000 yildan beri odamzodga xizmat qilyapti. Badanni bo'sh tut, badanni bo'sh tut, badanni bo'sh tut, yengil bo'l. Usulni musha, usulni musha, usulni musha, sendan ol. Badanni bo'sh tut, 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 yengil bo'l. Usulni musha, usulni musha, usulni musha, sendan ol. Badanni bo'sh tut, badanni bo'sh tut. Hech ham so'z keragi yo'q, o'sha ritm. Hech ham so'z keragi yo'q, o'sha usul. Hech ham so'z keragi yo'q, badanni bo'sh tut, yengil bo'l, dam ol. Hech ham so'z keragi yo'q, o'sha ritm. Hech ham so'z keragi yo'q, o'sha usul. Hech ham so'z keragi yo'q, badanni bo'sh tut, yengil bo'l, dam ol. Badanni bo'sh tut, badanni bo'sh tut, badanni bo'sh tut, yengil bo'l. Usulni musha, usulni musha, usulni musha, sendan ol. Badanni bo'sh tut, badanni bo'sh tut, badanni bo'sh tut, badanni. Injineriya shedevri Rim ko'prigi Puente Romano odamzodga 2000 yildan beri xizmat qilib kelmoqda. Bizning asrdan oldin 45-yilda qurilgan. 1000 yil xizmat qilib, keyinchalik 10-asrda musulmonlar tomonidan restavratsiya qilingan. Ko'prikning uzunligi 250 metrni tashkil qilib, shahar darvozasiga olib keladi. Darvozadan ko'prikning boshqa tarafida Calahorra qallasi strategik joylashgan. Badanni bo'sh tut, badanni bo'sh tut, badanni bo'sh tut, yengil bo'l. Usulni musha, usulni musha, usulni musha, sendan ol. Badanni bo'sh tut, 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 yengil bo'l. Usulni musha, usulni musha, usulni musha, sendan ol. Badanni bo'sh tut, badanni bo'sh tut, badanni bo'sh tut, badanni bo'sh tut. Abadiy ruh badan ichra yolg'on, abadiy ruh badan ichra tanholon, abadiy ruh badan ichra yolg'on, abadiy ruh badan ichra tanholon. Badanni bo'sh tut, badanni bo'sh tut, badanni bo'sh tut, yengil bo'l. Usulni musha, usulni musha, usulni musha, sendan ol. Badanni bo'sh tut, 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 yengil bo'l. Usulni musha, usulni musha, usulni musha, sendan ol. Badanni bo'sh tut, badanni bo'sh tut, badanni bo'sh tut. Puente Romano ko'prigining o'rtasida Rafael statuyasi 17-asrning ustasi Bernabeu Gomez del Rio tomonidan yaratilgan. 20-asrgacha Guadalquivir daryosidan yagona ko'prik bo'lgan. Faqat 2004-yilda Ispaniya hukumati zamonaviy ko'prik qurib, Puente Romano ko'prigini faqat yayov sayrlarga qoldirgan. You look like this. Please. It's like an eye. I do not want to get attached to Qiziq ma'lumotlardan yana Kordoba shahrida xonadonlar sarinovanyasi bo'ladi. Xonadonlar qanchalik gulliga boy,
qanchalik gul bilan bezatilgan. Har yili moyga yaqin har bir xonadon o'zini uyini gul bilan bezatadi. Hamda keyin hokimiyat delegatsiyasi hamma bezatilgan xonadonlarni ko'rib chiqib, eng chiroyli gul bilan bezatilgan xonadonga priz berishar ekan. Xudo xolisa, balkim biz ham ko'rib qolamiz unaqa joyi. Chunki hozir mana aprelning o'rtasi, balkim kimdir 15 kun oldin tayyorgarlik ko'rgan bo'lsa kerak. Bu yerda yashaydigan odamlardan so'rab olamiz. Inshaalloh nasib qilgan bo'lsa, ko'ramiz unaqa joylarni ham. 1031-yildan Kordoba xalifati faqatgina yana 40 yil o'z mustaqilligini saqlab qolgan. Keyinchalik Sevilya amiri tomonidan yengilgan. Rekonkista paytida Kordoba 1236-yilda Kastiliya qiroli Ferdinand III tomonidan olingan va uning tarixiy taqdiri Kastiliya bilan bog'lanib, keyinchalik Ispaniya qirolligiga o'tgan. Yodingda tut, yodingda tut. Yer u oyni hech kim ajrata olmas. Yodingda tut, yodingda tut. Osmondagi oyni ko'rmasang ham yoningdaman, yoningdaman. Yer u oyga masofa ishlar saymas. Yodimdasan, yodimdasan. 1990-yildan beri Kordoba shahrining butun markazi UNESCO tomonidan odamzod umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Kordoba shahrida UNESCO tomonidan ro'yxatga olingan obyektlar soni bo'yicha rekordsmen. Kordoba shahrida bizi bo'lgan 2 kun ham nihoyasiga yetmoqda. Hozir men vokzalga ketaman. Lekin yangi sarguzashtni vaqti boshlandi. Mana aytganimdek, kvartiraga kelganda tuk kod terasida kod sizga kvartiraning egasi jo'natadi. Hamda ichkariga kirgandan keyin ichkarida elektron kartochka tayyor. Bu elektron kartochka bilan keyin kelajakda kod termasdan pip qilib ochasizlar hammasini. Qulay taraf shu. Hech kim bilan muloqotda bo'lmaysizlar. Mana masalan hozir hamma narsani tashlab ketdim, check out qildim. Hech kim bilan gaplashmadim. Bo'ldi, chiqib ketaman Kordoba shahridan. Vходной dверь, kirayotgan eshik ham xuddi shunaqa. Kelayotganingizni bir marta mana yo'ldan kod terasizlar. Keyinchalik esa kartochka bundan qo'yasizlar, pip, eshik ochiladi. Bo'ldik, ketdik biz. Biz bo'lgan bu kvartirani narxi 140 yevro sutkasi. Lekin masalan sizlar 2 ta 3 ta bo'lib kelsanglar, $50 tashlashsanglar normalni. Ovqatlanishga kelsak, sarguzasht paytlarida ko'p odam yuradigan joy, proxodimos katta joylardan hech qachon ovqatlanmaydi. Sababi qimmat aka povur olish shart emas, chunki o'tayotgan turistlar shundoq ham hamma ovqatlarni yeb tashlashadi. Hamda bozor qilinganda qimmatbaho oziq-ovqat ham shart emas olish, shundoq ham g'ajib tashlashadi turistlar. O'shaning uchun zakupni ham arzon qilishadi.
harakat qilinglarki, TripAdvisordan yulduzlari ko'proq bo'lgan restoran joylarni tanlash. Lekin meni shaxsiy fikrim eng zo'r joy, ovqatlanadigan joy arenda olgan kvartiralarda. Bilib qo'yinglar. Go'zal tog'lar ko'rinayotgan. Mana shunaqa prolyotlarni juda yaxshi ko'radigan bo'lib qoldim. Hamma narsa ko'rinyapti. To'g'rida ko'rayotganimiz Al-Kasaba qasri qo'riqlash uchun kerak edi. Tepadan qarab turishardi, kim kelyapti tepalarga. Xavfsizlik. Mana bu esa shu yerda yashaydigan aholining xonadonlari, kvartiralari.